Har doimgidek lol qoldirishdan charchamaydigan Featherly kompaniyasining yangi mahsulotlari, bu novinkalari. Qizlar bilasizlar, har doim birinchilardan novinkalarni olaman, chunki ishlatib ko'rsataman, sizlarga ularning effektini aytib beraman. Bu Vitamania seriyasiniki kisli, bu yoz kunlari kisli iforli narsalar zo'r. Bu esa ham pomada, ham rumyana bo'ladigan, hozir novinka bo'lib chiqqan, butun internetni portlatayotgan mahsulotlarimizdan. Keyingi mahsulotimiz skatka, ya'ni yuzingizni polniy 7 qavatini tozalab beradi. Yuzingizni mana bunaqa silritka ko'rinishida, yuzingizga 3-4 tomchi qilasiz, yuzingizni polniy poralarini tozalab chiqazib beradi. Keyingisi lifting, keyingisi mana bunaqa bizda gel lyot umuvaniya, lyotga o'xshagan umuvaniya, yuzingizni yuganingizda shunaqa barxni yumshoq mayda ajinlarni ketkazib beradi. Bunisi esa gel skrab va yuzlar uchun shunaqa tiniqlashtiruvchi maskalar va bo'yin uchun ham alohida maska qizlar retinol, endi bo'yin uchun ham maska chiqadi, chunki bilasizlar, bo'yinlardagi ajinlarni ham albatta ketkazish kerak bo'ladi.